Dunyoda eng kasofat narsa, eng razil narsa bu zino hisoblanadi, do'stlar. Zinoda qangi tez kasofat uradigan, zinoda qangi tez kasr uradigan birorta amal yo'q. Magaram zinodan boshqa. Zino qilaman deyotgan erkaklar hushyor bo'ling. Kasofati oyog'ingiz ostida turgan bo'ladi. Zino qilaman deyotgan ayollar hushyor turingki, buni kasofati siz boshingizga soya solib turgan bo'ladi. Birov bilmadi, birov ko'rmadi degan narsa hayollaringizni chekkasiga ham kelib qo'ymasin. Nima uchun ishingiz yurishmayapti? Orqangizga qarang, balkim siz zino qilayotgandirsiz. Nima uchun boshingiz problemadan chiqmayapti? Orqangizga qarang, balkim siz zino qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Nima uchun duolaringiz qabul bo'lmayapti? Balkim siz zino qilayotgandirsiz. Shuning uchun hushyor bo'linglarki, zinoda qangi ishni yo'lini to'sadigan, duolarni ijobatini sekinlashtiradigan, parokanda qiladigan narsa ham zino hisoblanadi.